Xo'p, undan keyingi choyimiz demak bu prana choyi. Prana choyi aynan gripp va shamollashlarda beramiz bu choyni. O'pkada balg'am yig'iladimi, suv yig'iladimi, qattiq yo'tal bo'lganda, angina bo'lganda, keyin anaqa bo'lganda, shamollashlarda, hammasida gripplarda beramiz. Keyin anaqa ham bo'ladi-ku, gaymarit. Gaymaritda ham mana shu choy bilan biz davolaymiz. Nafas olganda o'pkasi og'riydiganlar ham mana shu bitta choyni ichib davolanishdi. Undan keyingisi valeriy choyi. Bu demak asablarni tinchlantiradi, yurakni tinchlantiradi, taxikardiyada beramiz. Yurakda qon aylanishini yaxshilab beradi, yurak urishini bir me'yorida qilib beradi. O'shaning uchun bu choylarimiz juda ham zo'r choylar. Va yana eng ko'p sotiladigan choylarimiz demak bu mana Donna Bella, jenskiy shamollashlar uchun, sikl buzilishida, eroziya, kista, pneumomastopatiya holatlarida biodrom bilan birgalikda beramiz. Klimaks davrida ham bo'ladi, gormonlarni to'g'rilab beradi. Biodrom bilan birga ichilganda gormonal narusheniyani to'g'rilaydi, olgan gormonlaringizni ham yuvib chiqarib tashlaydi. Buqoq bo'lsa, buqoq gormonlaringizni ham aynan mana shu choy to'g'rilab beradi. Bu ayollarning har qanaqa kasalligini davolab beradigan choy hisoblanadi. Gentleman xuddi shuni mushkoy versiyasi, ya'ni erkaklarda prostata bo'ladimi, shamollash bo'ladimi, hammasini davolab beradi. Bu choylar oddiy, arzon bo'lgani bilan effekti bomba bo'lgan choylar.